Epic avtomobillar rasxod qilishga arziydimi? Nima deb o'ylaysizlar? Fikringlarni kommentda yozib qoldiringlar. Nega u narsani aytyapman? Bilet uстановка qilganmiz, endi ko'rinib turibdi, akamiz dalniy yo'lda polni yuradigan odam ekanlar. Bilet uстановка qilganmiz, bu birinchisi emas, Epicga qo'yilishi. Rasxod qilishga arziydigan mashina. Meni fikrim, menimcha arziydi, chunki har tomonlama komfort mashina bu. Bilet modul uстановка qilganmiz, 3 dyumli. Bilet modul mijozimiz o'zlari olib kelganlar, ikkita chip lazerli bilet modul. Bitta yaxshilab teskga qo'ydik, qanaqa holatga kelgan istoriyada qo'ygan edi, ichkari taraflari ham mutniy bo'lib qoldi. Atrofidagi zazorlarga e'tibor berasizlar. O'zan radnoy bilan bir xil zazor qoldirganmiz. Motorchi ishlashiga o'ziniki ham oldiroqga chiqib ketgan, ili ichkari kirib ketgan bo'lmaydi. Xuddi shu holatda bo'ladi. Hammasini lentada ish jarayonlarini ko'rsatib boramiz, qanaqa holatda ketayotganini. Xudo xolasa radnoy holatda qilib berganmiz, ana o'rtada turishlari. Motorchilar hammasi ishlaydi. Hozir endi yo'lga chiqib ketishar ekan. Kunduz kuni topshiramiz mashina. Shu sababdan bilet yoritishini obzor qilib bera olmaymiz. Xudo xolasa uстановка qilib berdik, sifat qilib butilviy germetikada ochib yopganmiz. Hozir butilviy germetikada ochib yopilgan. Главный e'tibor beradiganlar orqa tarafda krishkalari hech qaysi ishirib, kesib, manqurtda ishirib tashalmagan, ani teshib qo'yilmagan yoki kesib kengaytirib qo'yilmagan, shunga ham yopishtirilmagan. Dalniy shunga bizdan oldin bor edi. Yana ikki taraf. Hamma yoq xudo xolasa o'zi radnoy holatida qolgan. Главный stiker ulanadi, hamma yog'i xudo xolasa ishlaydi. Ani ortiqcha sim, ani stikerlar chiqarib, nimadir qilib tashalmagan. O'zi radnoy holati qanday bo'lsa, xudo xolasa xuddi shu holatda qilib beramiz. Tungi uстановка xizmatlari, inshu fara xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasiz. 1 yil garantiya bilan ishlarni bitkazib beramiz.